Bu qadam darsda biz Photoshop'ning yana bir muhim ixtiyori haqida to'xtalib o'taylik. Ba'zi vaqtlarda biz tordan yoki munosabatli boshqa joylardan ba'zan o'zimizga yoqqan rasmlarni tushirib olishimiz mumkin. Lekin bu parcha rasm biz o'ylagandek undan mukammalmi emas. Nimishqa degan chog'da ba'zi vaqtlarda buningga boshqalar o'zining markasini uritadi yoki har xil belgilarni qo'shib qo'yadi. Shuning bilan biz o'ylagandek undan mukammal bir rasm bo'lmaydi. Men hozir keyin ozod qo'ytay. Azotga yetib, men qarsam buni faqat bir parcha rasm ekanligiga kelib turibdi. Men mush keyinchalik ishlatmoqchi, lekin bizga hozir vaqtincha bu xat kerak emas. Men mush xat o'rnini aslidagi mush tomning rangida qilsam bo'ldi. Qanday qilishim kerak? Birinchisi, men mushu nuqson yo'qotish qurolidan foydalanib, men bu holatni yo'qotib boqay. Men holatni, mushu holatni xat o'rinlarni bir qurdan bo'yab chiqay. Qanchada qanday unum bo'ldi ekan. Da qilsak har holda bo'ladiganday qiladi. Mana qilish orqali men bu tomdagi xatni yo'qotib degan gap. Ammo undan boshqa men hozir F12 ni besib aslarlar eklay. Undan boshqa oddiyroq usullarmi yoki yangicha usullar bormi degan chog'da men bu shu doirani o'zgartmoqchi bo'lgan doirani hozir ramkilab olay. Ramkilab bo'lgandan keyin men bu yanaki mousening o'ng knopkasini chekkan joyimda ostida to'ldirish deb bir buyruq turibdi. Yoki bo'lmasa takrorning ichidan men to'ldirish yoki shift bilan F5 ni bossam bo'lar ekan. Andan keyin o'xshash men shu o'ng knopkani besib turib to'ldirish deganini qildim. Buni ochgan joyimda bir ko'znak esildi. Buningda har xillari bor, masalan, oldin rang to'ldiramsiz, keyin rang to'ldiramsiz, rangmi yoki mazmunni to'nigan asosda to'ldiramsiz deydi. Bizga kerakli bo'lgani mazmunni to'nigan asosda to'ldirish. Men hozir mana shuni qilib bo'lgandan keyin qolgan andizlari normal bo'lgan asosda men jazmlashtirayotgan. Endi diqqat qilsangiz, buning biz qanday xatlarla sehrgarliklar yo'qolib ketdi degan gap. Mana bu bir xil o'zgartish usuli. Men yana F12 ni ya bo'lmasa men mushahada doirani asli ekanmoqchi. Men hozir bir qitim tariximizni asli ekansak bo'ladi. Men qarsak o'jagan hollar bor. Bizga eng kerakli bo'lgani bizning dastlabki holati. Men buni biyos bossammi tarixni ekansam bo'laverdim. Yoki men mushu doirani tanlab olib, buni qaytadan tarixini mushundan to'ldirib boqay. Buni chekkandan keyin hozir mazmunni to'ldirmaymiz. Biz tarixni asliga keltirmoqchi. Shuni men qilib bo'lgandan keyin qarasak, boyiqi biz boyalar hammasi asliga keldi. Men buni tarix tanlab qo'yibdim. Tanlab qo'ygandan keyin yana o'ng chekib turib to'ldirish, undan keyin tarixni tanlab to'ldirish. Qilgan chog'imizda butunlay asliga keldi. Bu holat keldi, lekin bu butunlay yangi o'sha biz qilayotgan holat degan gap. Endi men bundan boshqa usullar o'zlarsam bo'lamdi degan chog'da yana bo'ladi. Masalan, salom silish qurollaridan foydalanib turib, men shu o'zgartmoqchi bo'lgan doirani taxminan tanlab oldim. Tanlab olib turib, undan keyin bu yerdan yamash quroli. Buning ichida birinchisi manba, yana birisi nishon deydi. Bu nima degan chog'da men shuni yo'qotmoqchi bo'lsam, men shunday kelib turib, yo'qotmoqchi bo'lgan taxminan doirani o'zgartsam bo'ladi. Shuning bilan kelib qarasak, bu butunlay asliga kelganda. Agar men buni bir qadam keyin chekinib turay, agar nishon tanlab qo'ymoqsam, men shu o'rinni hisob nusxalab olgandek yana bir o'rin ko'chirma degan gap. Bu lekin keyindagi butunlay o'xshash ko'chirish emas, lekin shu moslashtirib ko'chirganga o'xshaydi. Aytgan chog'imizda bu mark ikki qatam chaplandi degan gap. Men F12 ni besib yana eng oldiga eklay. Ondan keyin bu yerda yana birisi mazmunni to'nib yetkazish deydi. Men o'xshashlar men shu doirani tanlab bo'ldim. Tanlab bo'lgandan keyin endi asta boqay. Ham diqqat qilsangiz, mazmunni tanlab to'ldirish degan qarasak, buning atrofida bir xil qirlarning borlig'ini, tabiiy emasligini his qildik. Lekin bu o'xshamagan vaqtlarda ishlatsangiz o'xshamagan unumlarga erishish mumkin. Misolga biz masalanga birinchi misolni qilaylik. Hozir biz bu rasmdagi shu manzarani yaxshi ko'rdik, lekin bu chiroq uning ustiga soy tushib qolibdi, shu holatni yo'qotgili bo'lamdi degan chog'da bo'ladi. Biz birinchi usul orqali men boshida buni shu yo'qotadigan doiralarimni taxminan tanlab olay. Tanlab olib turib, andan keyin o'ng chekib to'ldirish, men bu yerga mazmunni to'nigan asosda to'ldirish degan tanlay. Kontrol bilan deyin besasam, diqqat qilsangiz, intayin tabiiydeklar yo'qolib ketdi degan gap.
Endi men bu yerda yanıla bu orqali yo'tkab boqay. Mazmun tonish orqali yo'tkash deydi. Men buni yo'tkagan chog'imda qanday bo'ladi? Bu butunlay tam choplanib qolgan tabiiy bo'lmagan asos yo'tkanlik degan gap. Mashlar asosi o'zimiz o'zgartiramiz. Masalan, men bu yerda qilib qo'ygandan keyin hozir bu holat ekib turib, men mushalar ekandan keyin qilmoqchi bo'lsam, bu holatmi yangi bir xil holatda shakllanadi degan gap. Mushalar asosan o'zingiz ixtiyor qilsangiz bo'laverdi. Hem bir yer kelgan chog'da men masalan bu yerga o'rindiqni yo'qotmoqchi. O'rindiqni yo'qotish uchun qanday qilaman? Men bu doirani tanlab olay. Tanlab bo'lgandan keyin bu manbani qilaylik, undan keyin o'rindiqni asos qilib turib yo'qotaylik. Hem bu yerga qarasangiz qip-qizil holat shakllanib qoldi deydi. Bu tabiiy bo'lmaydi degan gap. Men keyin chekindiray. Hamda mazmunni mashalan tanlab turib, Clash Royale'ni tanlab turib, yoki boshqalarni tanlab turib, undan keyin to'ldirish mazmun orqali yo'tkazadi. Endi qarasangiz, bu har holda yaxshi. Undan keyin biz qolganlarni, masalan, yamash qurollar orqali tamdoq yoki dog' yo'qish qurollaridan foydalanib turib, vaqt miqdorda o'zgarsak, yana chilliqqa yiqilishdi degan gap. Mush asosda siz xohlagan rasmdagi ba'zi narsalarni yo'qota olasiz, undan keyin qo'sha olasiz vaqti kelgan chog'da. Undan keyin shu o'zimiz xohlagan eklalaymiz degan gap. O'zingiz sinab boqsangiz bo'ldi. Shu qancha ishlatgan sari bu qurollarga intayin moyil bo'lib ketasiz. Vaqtni intayin tez tejab berdi.